Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Venyutsa deb nomlangan chiripitsamizni qatirish jarayoni sust ketyapti, sababi ob-havo noqulay, qor yog'yapti kechadan beri. Akalar, shu chiripitsamiz 1.15 ta yopar ekan. Oddiy chiripitsaga qaraganda, masalan, buni 7 tasi 8 ta oddiy chiripitsani o'rnini yopar ekan. Oddiylari 1 metrda yopardi, bu 1.15 ta yopar ekan, e'tibor beringlar. Qovurg'asi ham yirik. Qovurg'asi 2 sm bor ekan. Lekin do'mi sayozroq. Bu ham chiroyli ko'rinar ekan. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Arka qilib 3 ta cherdak qo'yib berganmiz. O'rtasidagi kattaroq, ikki ochilkasi kichikroq. Nihoyatda chiroyli chiqyapti, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib